Assalomu alaykum hurmatli onajonlar. Bugungi darsimiz jismoniy rivojlanish haqida bo'lib, ushbu oldingi darslarimizni davomi hisoblanadi. Ushbu darsimizda biz bola boshini ushlash haqida gapiramiz. Bola boshi sizlarga men aytgandim, qanday o'lchamlarga ega bo'ladi. Bosh aylanasi, mana qizil flomasterda yozaman sizlarga. Bosh aylanashi sog'lom bolada, sog'lom to'lgan bolada 34-36 sm bo'ladi. Buni qanday o'lchashni men sizga oldingi 3 ta darsimda tushuntirib berganman. Diqqat qilgan onalar aynan bu narsani to'liq tushunib olgan. Bosh razmeri 34-36 sm bo'ladi va har oyda bolani 2 oydan boshlab 2 sm dan kattalashib borishi kerak. Ya'ni bu nima degani? Например, bolangiz 5 oylik bo'lsa, bunga demak 10 sm qo'shsak, bolaning boshi 44 sm bo'lishi shart. 6 oydan keyin 1 sm dan qo'shadi hurmatli onajonlar. Ya'ni 6 oygacha 2 sm, 6 oydan keyin 1 sm dan qo'shish kerak. Bu ko'rsatkichlarni biz jadval tarzida ham sizlarga tashlab beramiz va siz aynan bu jadval qaysi standartlarga asosan olinganligini tushunchaga ega bo'lishingiz uchun men doskada yozib ko'rsatdim. Bola boshi agar xuddi shunaqa o'lchamda rivojlanib borsa, siz hech qanday nevrologik muammo haqida o'ylamasligingiz mumkin. Endi nima uchun bu narsa muhim? Agar bolani boshini o'lchaganingizda, masalan, misol qilib aytaman. Bolangiz tug'ilganda 36 sm aylanaga ega edi. Va siz 4 oydan keyin o'lchaganingizda bolaning boshi 8 sm bo'lishi kerak. Ya'ni qancha bo'ladi? 44. Mana hurmatli onajonlar, bu oddiy matematika. Men shuning uchun aynan bu kursimni formulalar bilan tushuntirmoqchiman. Endi siz 4 oyda bola boshini o'lchaganingizda 44 emas, 48 yoki 50 sm chiqib ketsa, nima degani bu? Diqqat qiling, bu yomon belgi. Ya'ni bola boshi normaga nisbatan kattalashib ketganligi, bolaning u yoki bu nevrologik kasalligi, gidrotsefaliya, miya ichiga suv yig'ilishi yoki biron bir infeksiya ta'sirida bola boshida kattalashishi kabi kasalliklar uchrayotganligini belgisi hisoblanadi. Siz ya'ni bolamni boshi katta bo'ldi deb xursand bo'lishingiz kerak emas. Yana bu ko'rsatkichni o'lchaganda bolaning katta liqildog'iga ham e'tibor berishingiz kerak. Bolaning boshini tepa sohasidagi katta liqildog'i normada 1,5-2 sm bo'lishi kerak. Agar sizning bolangiz 6 oylik bo'lganda ham bu normativ shu holatda qolsa, bu yaxshi belgi emas. Ya'ni 6 oylik bolada mana shu ko'rsatkich kichrayishi shart. Ya'ni 1 baravarga kichrayishi kerak. Bu narsalarni ham har doim savol tushadi. Doktor, bolamni liqildog'i katta yoki kichkina, bu qanchalik ahamiyatli deb. Agar bolaning boshi normada o'sib borayotgan bo'lsa, har oyga 2 sm dan, bunda hech qanaqa xavfdan qo'rqmaysiz. Agar bolaning boshi normaga nisbatan kam o'ssa, ya'ni 48-50 emas, siz 6 oydan keyin o'lchaganingizda ham 44 sm bo'lib, kalla suyagi o'smay tursa, bu yomon belgi hisoblanadi. Bu mikrotsefaliyaga xos belgi hisoblanadi. Ya'ni siz bitta narsani bilib oling, hech bo'lmasa har oyda santimetr bilan bosh aylanasini o'lchab 2 sm dan qo'shyaptimi yo'qmi, shuni bilib oling. Qolganini esa agar katta yoki kichkinaligini aniqlasangiz, albatta tajribali shifokor ko'rigiga olib borishingiz va o'zaro maslahatlashishingiz shart bo'ladi.